Assalomu alaykum azizlar. O'zbekiston telekanalida jonli efirda xasta bo'lmang ko'rsatuvi. Studiyada men Sadiya To'ychiyeva. Mana shunday go'zallik va nafosat ayyomi arafasida sizlar bilan ekran orqali ko'rishib turganimdan juda ham xursandman va fursatdan foydalanib ayollarimizga, qizlarimizga bitmas tuganmas go'zallik, mustahkam sog'lik tilagan holda men dasturni boshlayman. Ota-ona uchun farzanddan aziz ne'mat yo'q. Farzand oila quvonchi, avlod davomchisi hisoblanadi. Bugun bepushtlikdan aziyat chekayotgan oilalarga yordam berishni maqsad qilgan va bu yo'lda tinimsiz izlanib kelayotgan doktor Shahnoza Fayz klinikasi jamoasi ko'rsatuvimiz mehmoni. Assalomu alaykum. Studiyamizda har biringizni xush ko'rdik. Endi Shahnoza opa, o'zingiz jamoangizni tanishtirsangiz birma-bir va shuni aytmoqchimanki, o'zi studiyamizda sizni juda uzoq kutdik, juda ko'p kutdik va qarangki, mana shunday go'zal bayram arafasida siz bilan ko'rishib turibmiz. O'ylaymanki, bugungi ko'rsatuvimiz ham aynan shunday fayzli o'tadi. Marhamat. Sadiyaxon, juda ham bizga ham 8-mart arafasida chiqish bu juda katta sharaf, chunki barcha ayollarni bu go'zal bayram bilan tabriklash imkoniyati bor va bizani asosiy onalik o'sha baxtiga erishish uchun murojaat qiladigan ayollar. Lekin guruhimiz yosh bo'lishidan qat'iy nazar juda ham iste'dodli, meni qalqonlarim. Yosh deysiz-ku, ammo ancha tajribali desak ham xato bo'lmaydi. Albatta. Va meni guruhimda hozirgi paytda g'ururlanib gapiradigan mutaxassislarim sizga tanishtiraman va barcha ayollar va erkaklarga ularni tavsiya beraman, chunki juda kuchli mutaxassislar. Natijalar bor asosiysi. Albatta, natijalar bor va o'z ustimizda doim ishlaymiz. Bizani reproduktologiya kasbimiz asosiy bo'lganligi uchun reproduktolog, urolog va embriologlarni bugun taqdim etdim, lekin guruhimizda mammologlar, endokrinologlar, genetiklar hammani studiyaga sig'dira olmasdim. Asosiylar keldi. Keyingi ko'rsatuvimizga qolganlarni olib kelamiz. Iste'dodli urologimiz Aburxon Baxtiyorovich, ular hattoki bizani markazimizga kelishdan oldin Respublika urologiya ilmiy tekshirish institutida uzoq payt ishlab, barcha tajribalarni yig'ib, o'sha jarrohiy amaliyotlarni nutqiga yetkazib, bizada hozirgi paytda ham urolog vazifasini, androlog vazifasini, shu bilan bir qatorda bosh shifokorimiz. Iste'dodli mutaxassis Milana Dmitrievna bilan reproduktologiya bilan shug'ullanadilar. Reproduktologiya bu shunaqa kasbki, ham ayollar, ham erkaklar befarzandligini jamlagan kasb. Mana o'zimizda ishlayotgan paytimizda reproduktolog mutaxassisi kim deganda ko'plar tushunmasligi mumkin. Lekin aynan ginekologiya sohasidan chiqib kelgan befarzandlik bilan shug'ullanadigan bir yo'nalish. Va Milana Dmitrievna Kachovskaya bular genetik davomchi, oilalarda ham hamma shifokor, adalari ham ginekolog, onalari kardiolog va shu tufayli iste'dodlari kundan kunga oshib kelyapti. Eng kuchli mutaxassislar Eko markazida bu albatta embriologlar hisoblanadi, chunki bizning chaqaloqchalarimiz, bolajonlarimiz ularni qo'lida. Biz bir xil payt bog'chapalarimiz deb qo'yamiz, chunki bizning bog'chamiz bularni qaramog'ida. Iste'dodli ikkita mutaxassisi Maftunaxon Hamidovna va Xonzodaxon Ulug'bekovna. Xush kelibsiz. Studiyamizda ko'rganimizda juda ham xursandmiz va o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz qanchadan faqat ayollarga, balki erkaklarga, umuman oilalarga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Demak, biz boshladik azizlar. Xo'sh, Shahnoza opa, sizga birinchi savolim shundan iboratki, bilamizki, siz reproduktologiya sohasida ancha yillardan beri faoliyat yuritasiz. Ko'pgina natijalarga ham erishgansiz. Ayting-chi, o'zingiz hech hisoblab ko'rganmisiz, qancha oilalarga shu kungacha yordamingiz tekkan? Kattakon rahmat. Juda ham chiroyli savol bo'ldi, chunki bizda statistik bo'limimiz ham bor va statistik bo'limimizni boshqaradigan mutaxassislar biz bilan 2004-yildan beri hisob kitob bilan shug'ullanishadi. Demak, hisob kitob olib borasiz. Bor va bu statistika bizga nima uchun? O'zimizni o'sha ilmiy ishlarimizga yordam beradi. Qaysi yo'nalishda qaysi natijalar va qaysi yo'nalishga urg'uni ko'proq berishimiz kerak va 2004-yildan beri
hozirgi paytda 7932 ta bolajonimiz. Endi mana ekranlarga barcha sig'magan bo'lsa-da, ammo qaysidir natijalarni ko'rib turibmiz. Bu ayollarning ko'zidagi, erkaklarning ko'zidagi quvonchga menimcha hech narsa teng kelmaydi. Albatta. Va bu bolajonlarni biz bilganimiz. Lekin mana yonimizdagi qardosh davlatlardan kelganlar bor. Ular bilan bog'lama 9 oy ichida yo'q bo'lib qolsa, biza o'sha statistikada tug'ruq amalga oshirildi deyish uchun obmenniy karta kerak. O'shagina bizga isbot bo'ladi va uni vaznini yozamiz, tug'ilgan farzandlar sonini yozamiz. Bizda albatta egizaklar ko'p bo'ladi. Shunaqa bo'lib qoladiki, hattoki ayolga eko qilmasangiz ham klinikamizga murojaat qildi, baribir egizak bo'lib qoldi. Unday murojaat qilishmagan bo'lsa ham unday maqsad bilan, ammo natija shunday quvonchli bo'ladi. Bizda esa studiyamizda bir bolakayning, chaqaloqning ovozi eshitilyapti. Bu ham aziz tomoshabinlar, aynan doktor Shahnoza Fayz klinikasi mutaxassislari yordamida dunyoga kelgan chaqaloq. Keling, ularni studiyamizga taklif qilamiz va ular bilan yaqindan minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki meni boshimdan nimalar o'tganlarini men bilaman va boshqalarga aytmoqchiman. Aytadigan yuragimda gaplar bor, oyijonlar, shunaqa mehribon oyijonlar bor bularni. Hozir qulog'imga shipshitib qo'ydi. Boshqa qizimni ham olib keldim sizga. Yo'q, hech kimga sir emas. Erkaklar ham farzandsizlikdan aziyat cheksada, ammo ayollarga bu borada ancha qiyin va farzandli bo'lib, uni dunyoga keltirib, xullas bu hamma jarayon bu ayol kishining boshidan o'tadi. Shuning uchun o'zingiz mehmonimizni tanishtirib, ular bilan bir chiroyli suhbatni boshlasak. Fazilatxon taqdir taqozosi bilan klinikamizga murojaat qilib, oyijonlar Shahnozaxonni ko'rishim kerak deganlarda, men ko'p paytlar safarlarda bo'laman, konferensiyalarda bo'laman. O'sha payt men aytganmanki, men iste'dodli shogirdlarim bor. Ularni biz bilan birga taktikamiz standart asosida olib boriladi deb Milana Dmitrievnaga yo'naltirganman. Mana bu yerda shogird iste'dodli bo'lsa, bittada natija beradi degan isbotni ko'rib turibmiz. Va Milana Dmitrievna bu o'rtoqjonlar, endi bemor emas, chunki biz o'rtoqlashib ketishadi oylar davomida. Gender partiyalar qilganmiz bularga, sharlar yorganmiz. Demak, eng quvonchli daqiqalarni ham aynan sizlar bilan baham ko'rganlar. To'g'rimi, Fazilatxon? Bayram muborak bo'lsin sizga ham, qizaloqqa ham muborak bo'lsin. Endi o'zingiz bir tarixingizni aytib bersangiz, bizga bo'lishsangiz. Assalomu alaykum. Avvalambor Hamila, kelayotgan bayramingiz bilan Hamilani ko'taring. Voy, shirinligini, shirinligini. Voy, mana. Endi bemalol gapirsangiz. Instagramda ko'rib qolib, hammaga anaqa havas qilib ko'rib kelganman. Shahnoza bilan oldilariga 9 yil farzandim bo'lmagan. Uni orasida boshimdan ancha narsalar o'tgan. O'zim bilaman. Shuncha yil davomida hamma farzandli bo'lgan oilalarga havasim kelib, ko'nglim o'ksib qarardim. 9 yil bu juda katta muddat, to'g'ri aytasiz. Oyijonimlar ham rahmat kattakon, sabr qilib kutamiz, bo'ladi deb. Bo'ldi. Shahnoza opamlarni Instagram orqali ko'rib keldim. Keyin o'sha Instagramda rezultatlar ancha ko'p bo'pti. Rosa xursand bo'ldim. Hammaga o'zlari pozitiv ayollar, xodimlar ham hammasi bir o'zlariga o'xshagan. Hammasi mehribon, muomalasiga gap yo'q. To'g'ri, nafaqat eko yo'nalishida, balki umuman muomala ham bu kasbda juda muhim, psixologik yordam ham juda yuqori o'rinlarda turadi, to'g'rimi? To'g'ri. Bular keyin Milana opamga yo'naltirdilar bizani. Milana opam o'zlari suhbat olib borib, lecheniyalar davolash o'rtasida
ancha kutib qilib bo'ladi. Qancha Fazilat vaqt xudo ketdi xolasa. yaxshi natijaga kelguningizga qadar? Yarim oy ketdi-da. Yarim oy. 15 kun. 9 yillik farzandlik To'qqiz yarim yillik, oydan yarim oy oladilar. ketdi. Siqilishlar. Shu farzandli bo'lish xudo xolasa bo'lasiz deb Milon opa menga ancha motivatsiya berdi. Keyin mana Allohimga behisob shukur. Shu kunlarga Shu kunlarga yetdik. Mana hozir farzandim 4 oydan oshdi. Rahmat aytaman kattakon Shahnozopamizga, hamma xodimlariga rahmat. Hammalarga mendan sog'lom, ber. chiroyli, shirin Rahmat qizaloq aytaman. dunyoga kelgan. Rahmat. Sizga rahmat kattakon. Studiyamizni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Bu birinchi farzandingiz-a shunda? Birinchisi. Ha, hali hammasi oldinda. Yana ko'p qo'sha farzandlarni sizga tilagan holda va bayram bilan yana bir bora muborakbod etgan holda biz sizni kuzatib qo'yamiz va albatta yana keyingi dasturlarda ham yaxshi gaplar bilan, yaxshi yangiliklar bilan sizni kutib qolamiz. Mana shunday shirinta qizaloq bugun studiyamiz mehmoni bo'ldilar. Shunaqa sog'lom-da Fazilat. Keyingisiga umuman bizga kerak bo'lmaydi. Demak siz kerak emas. Kerak bo'lmaymiz. Biz o'sha aniq bilamiz. Shunday bo'la qolsin. Buni keti uzilmaydi. Rahmat katta. Chat botida ham, xasta bo'lmang chat botida o'z savollaringizni yo'llasangiz bo'ladi. Ularga ham vaqt yetgancha, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz va Shahnoza opa bilasizmi, bizga ko'pgina muxlislaringizdan qolaversa, bemorlaringizdan dil izhorlari kelgan. To'g'risi o'zim o'qib bir boshqacha tuyg'u meni qamrab oldi va men buni studiyada, ya'ni efirda, jonli efirda o'qib eshittirmoqchiman. Shahnoza opa, Allohga shukur, siz sabab farzandli bo'lish arafasidamiz. Duoda bo'lib turing, farzandimizni eson omon qo'lga olaylik. Jamoangizga ham katta rahmat, sog' bo'linglar, debdilar. Keyingisi, Shahnoza opa sababli farzandim dunyoga keldi. Ulardan minnatdorman, debdilar. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qizim 2 yoshga to'ldi. Barchasi uchun sizga rahmat. Shu qadar ko'pki tashakkurnomalar, to'g'risi hammasi sig'magan bo'lsa-da, ammo bir qanchasini o'qib eshittiraman. Ko'plab oilalarga quvonch baxshida etayotganlar uchun klinika xodimlariga ofarin debdilar. Shahnoza opa, qizim sizga o'xshab ketyapti. Qanchalik xursandman debdilar. Mana birinchi marotaba o'qiyapman bularni, chunki vaqt har doim. Mana hozir studiyaga kelgunimizgacha aytib o'tdim. Bizda kechasi bir favqulodda muhtoj voqea bo'lib, bitta ayolimizning operatsiyasiga hamma jamoa bo'lib ertalab 5 ta uyga ketganmiz. Lekin bilamiz, studiyaga kelishimiz kerak va sizlarning studiyadagi kayfiyat, rahbarlantirish, motivatsiya, kelgusi ishlarimizdan undan ham zo'r bo'lib ketishiga yordam beradi va ko'pgina odamlarga shu befarzandlikka sizda hozir muammo bormi? Bilingki, uni yechimi bor. Deyarli dunyodagi befarzandlik yechilmagan turi qolmadi. Agar oldin kimdir meni befarzandligim juda og'ir, menda yechim yo'q desa, hozirgi paytda davlat islohotlari hattoki eko protokollari, o'sha genetika tekshirish protokollarini O'zbekistonda qilinyapti va aholiga o'sha anaqasiga imkoniyati bor. Shunaqa chiroyli qilib berilgan, uni demak, bugungi kunda farzandsizlik siz aytayotgandek katta muammo hisoblanmayapti. Men demak dil izhorlarida davom etaman. Jamoangizga rahmat, meni tabriklang. Sizlar sabab nabiralik bo'ldim debdilar. Bu jonlarimiz ham yozishyapti dil izhorlarini. Shahnoza opa, sizga ixlos qildim, suprasidan quruq qoldirmasin, bizga ham farzandli bo'lish nasib qilsin deb yozdilar muxlisangiz. Shahnoza opa, hammasi yaxshi bo'ladi degandilar. Oilamizga quvonch ulashganingiz uchun rahmat sizga. Farzandim qiz tug'ilsa ismini Shahnoza qo'yaman debdilar, havas qilgan holda. Ona bo'lishimga sababchi bo'lgansiz opajonim. Sizdan bir umr minnatdorman debdilar va bizda bunday SMSlar, bunday xabarlar, bunday dil izhorlari juda ham ko'p. Ularga to'g'risi vaqt yetmaydi, ammo barchasini Shahnoza opa o'zlari shaxsan o'qiydilar, albatta xursand bo'ladilar. Bizda esa azizlar, hozircha reklama, birozdan so'ng albatta yana studiyaga qaytamiz.
yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan doktor Shahnoza Fayz klinikasi erkak va ayollar bepushtligini davolashga ixtisoslashgan. Eko metodikasini O'zbekistonda birinchilardan bo'lib qo'llab kelayotgan klinikada malakali reproduktolog Azizlar, O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang dasturini jonli efirda tomosha qilyapsiz va biz suhbatimizni davom ettiramiz. Shahnoza opa, men sizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boraman. Ayol kishi sifatida albatta siz u yerda juda foydali ma'lumotlar ham berib borasiz va bilamizki, reproduktologlar xalqaro kongressida ham siz qatnashib, u yerda tajriba almashishga juda katta e'tibor qaratasiz. Qolaversa, o'rgangan bilimlaringizni shu zahotiyoq shu tajribangizda qo'llashga harakat qilasiz va albatta chet ellik mutaxassislarni ham klinikangizga taklif qilasiz. Aytingchi, bugungi kunda eko yo'nalishida qanday yangi usullarni qo'llayapsiz? Albatta bu haqida aytib o'tish kerak. Hozirgi paytda yangi zamonaviy metodika mavjud. Bu metodikada katta yoshli ayollar agarda befarzandlik muammosi bilan murojaat qilib tuxum hujayralarining zaxirasi kamayib ketgan bo'lsa, mani ustozim Yaponiyadagi Kawamura Kazuhira janoblari bizning klinikamizga tashrif buyurib, professor o'z operatsiyalarini amalga oshirib, master klassdan keyin bizga bu operatsiyani imkonlarini ko'rsatdilar va biz bu operatsiyani qo'llayapmiz. Bu nima degani? Agarda ayol 39, 40 yoshda, 41 yoshda haligacha farzand ko'rmadim, lekin kech murojaat qilyapman deb kelsalar, ularning zaxirasi pasayib ketgan bo'lsa, o'z tuxumlarini yoshartirish imkoniyati bor. IVI metodikasi deyiladi, in vitro activation. Buning uchun biz tuxumdonlarni mayda to'g'rab, o'sha laparoskopik uslubda ma'lum bir maxsus suyuqlikda tozalab, uni o'ziga kirg'azamiz. Eshitilishi biroz qo'rqinchli-ku, lekin natija bersa kerak. Hattoki o'sha to'g'rash uslubi embriologik tableda bo'ladi, embriologik stolda bo'ladi, u iliq podogrefda bo'ladi. Shunchalik to'qimani zararlanmasdan tuxumni o'ziga kirg'azish kerakki, va bu metodika 2010-yilda birinchi marotaba paydo bo'lib, Nobelevskiy premiyaga bir anaqaga imkoniyat beruvchi metodika deb hisoblandi. Biz Yaponiyaga tashrif buyurdik va Yaponiyada o'qish jarayonida men qanaqadir o'zimda kuch topib, domlam oldilariga borib, O'zbekistonda ham juda ko'p ayollar shu katta yoshli davrgacha yetib kelib befarzand. Lekin bizani dinimizga birovni tuxumini ishlatish to'g'ri kelmaydi. Biz o'zimizning zurriyotimizni, halol farzandimizni dunyoga keltirishimiz kerak. Bizani dinimiz shunaqa desam, manda ham shunaqa-yu, Yaponiyada ham shunaqa ekan, ko'pgina ayollar donatsiya uslubiga murojaat qilisha olmas ekan. Va bu metodikani aytib berib aytdilarki, men O'zbekistonga kelaman. Yonimda turgan hamkasblar hayron. Rossiya, Gruziya, Armeniya. Ya'ni qiziqib qoldilar. Hayron, qandoq siz bularni O'zbekistonni kelishga qiziqtira oldingiz. Bor yo'g'i 15 minutlik suhbatda men aytdimki, siz tasavvur qilmaysiz qanchalik bizning davlatimiz chiroyli, qanchalik tarixiy, qanchalik obidalar borki, siz dunyoda ko'rmagansiz. Shunaqa narsalarni ko'rsatamanki, operatsiya uchun kelsangiz, siz yana va yana qaytib kelishni xohlaysiz. Ya'ni siz meditsina tilidan boshqacharoq tilda suhbatlashishga harakat qildingiz va bu orqali ular O'zbekistonni o'zlari uchun kashf qilmoqchi bo'ldilar, to'g'rimi? Va do'stlari bilan mehmon do'stligimizni ko'rib, bizani o'sha dilimizni, yuragimizni, o'zbek xalqimizni minnatdorchiligini ko'rib va qiladigan ishlar ko'pligini bilib, bizga bir emas, 2 marta tashrif buyurdilar. Bu metodikani o'zlashtirib oldik va ko'pgina katta yoshli ayollarimiz farzandli bo'ldi. Bizning eng zo'r natijamiz 43 yashar ayolimiz 3 ta o'g'il, bittada tug'ib berdilar. 43 yoshda sog'lom farzandlar dunyoga keldi va biz faxrlanib aytamiz. Bu metodika juda ham zo'r metodika. Bu metodikani o'sha aynan o'zining nyuanslarini to'g'ri bila ishlata olsa, o'sha professor ham Kazuhira aytibdilar. Hattoki instrumentni alohida sotib olasiz dedilar, oldik. O'shani moslamalarni alohida, kateterlar alohida, yetgan joylarda hamma narsalarni keltirganimizdan keyin yetib keldilar va birinchi marta O'rta Osiyoda bizda operatsiya o'tkazib
faslida va bu operatsiyalar hozir muvaffaqiyatli qo'llanmoqda. Juda yaxshi. Aziz teletomoshabinlar, biz chatimizda, Telegram chatimizda ham albatta mehmonimiz kim bo'lishlarini yozib qoldirgan edik va mavzu bo'yicha bir qancha savollar kelib tushgan. Shahnoza opa, shularga birin-ketin endi javob bersak. Xo'sh, qondagi prolaktinim baland ekan, shu sababli homilador bo'la olmayapman. Nima uchun prolaktin oshib ketadi? Uni me'yorga tushirsa farzandli bo'lamanmi? degan savol. Aynan bu savolga bizani mana reproduktologimiz endokrinologiya bo'yicha chet el davlatlarida malakalarni yaqinda ham oshirib keldilar. Milana Dmitrievna Kachovskaya batafsil o'zbek tilida Men buni javob sezdim beradilar. efir Shunchalik boshlanishidan avval. xalqimizga bular tiliga jimslashib ketganlarki, bemalol bemorlar bilan hamma narsani o'zbek tilida tushuntirib beradilar va o'zbek tilida bemalol gaplashadilar. Hozir eshitamiz unda. Savollar uchun rahmat. To'g'ri ko'p bemorlarda shunaqa muammo bor, prolaktin oshib ketadi. Chunki gormonlari buzilish bo'lyapti, gormonlari noto'g'ri ishlaydi. Bu degani prolaktin gormon o'zi gipofiz выделяться qiladi. Shuning uchun qachon bizani klinikaga bemor kelyapti, boshida biz полный гормональный profil tekshiramiz. Keyin gormonlarni normaga tushiramiz. Ko'pchilik kelyapti, даже ekoga kelyapti. Из-за того, что hamma Normaga javob bermagan o'zining uchun. tabiiy yo'l homilador ko'pchilik bo'lyapti. Ya'ni eko qilamiz deb kelishadi turganimizda va shu gormonal payti. o'zgarishlarni to'g'irlab, ya'ni me'yorga keltirganingizdan so'ng tabiiy yo'l bilan ham homilador bo'lishyapti, to'g'rimi? Demak, birinchi navbatda tekshiruv olib borish kerak ekan, to'g'rimi? Barcha analizlarni topshirib, Dinamika bo'yicha правильный dozировка подбор qilib, prolaktin tushirish uchun gormonlarni beramiz. tushunarli. Keyingi savolimiz, yaqinda eko qildirgan edik. Embrion rivojlanmay nobud bo'ldi. Nima uchun bachadonga qo'yilgan embrion rivojlanmay qoladi? Mana bu savolga mani embriologlarim to'liq javob berishadi. Embrionni rivojidagi nechta o'sha pog'onasi bor. Qaysi pog'onali embrion yaxshi rivojlanib ketadi? Nima degani jonsiz embrion, jonli embrion, a'lochi embrion? Mana hozir hammasini birma-bir Maftuna Hamidovna o'zlari aytib o'tadilar. Embrionni joylashtirishdan oldin avvalambor embriologlar uni baholaydi. Embrionimiz a'lo sifatli, o'rta sifatli va qoniqarli sifatli bo'ladi. Va o'sha sifatiga qarab albatta uni bachadonga implantatsiya bo'lish darajasi ham shunchalik yuqori bo'ladi. Lekin bunda aytib o'tish kerakki, bachadonga implantatsiya bo'lishi uchun embrion faqatgina sifati kamroq rol o'ynaydi. Bunda uni genetik tekshiruvdan ham o'tkazish kerak bo'ladi. Uni 100% sog'lomligini ko'rish uchun. Embriologlar mikroskop ostida uni faqat tashqi ko'rinishini bila oladi. Uni ichidan xromosomalarini yig'indisi qanaqa holatda, unda xromosom nuqsonlar bor yoki yo'qligini bila olmaydi. O'shaning uchun savol bergan patsientkaga agar tashqi ko'rinishi a'lochi bo'lgan embrion ekilgan bo'lsa ham, undagi xromosom kasalliklar bo'lsa, embrion implantatsiya bo'lmasligi mumkin. Agar genetik tekshiruv qilingan va tashqi ko'rinishi ham a'lochi bo'lgan embrion ekilgan va homiladorlik yuzaga kelmagan bo'lsa, bunda patsientkani bachadon shilliq qavatlari, ya'ni endometriylarini holati hamda gormonal fonlari ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu homiladorlik bo'lishi uchun faqatgina embrion sifati emas, butun bir kompleksni qarash kerak. Embrion sifati, xromosomalar, ya'ni genetik sog'lomligi, bachadon shilliq qavatlari hamda gormonal fonga kompleksni yondashib qarash kerak bo'ladi. Bu borada Maftuna Hamidov kerak, aholi tushunadigan deb tushuntiraylik. Birinchi o'rinda ona tarafidan sabab bo'lganmi embrion birika olmasligi? Demak, bachadon sog'lom bo'lganmi? Ichidagi qavat qalin bo'lganmi? Embrion ekishdan avval tekshiriladi. Lekin albatta. afsuski, ma'lum bir markazda shosha pisharlik, tez ekib tashga qolaylik, mana embrionni ko'p-ku uchtalab solaylik degan gaplar bor. Hamma narsani standarti bor. Hozir bitta, lekin sifatli embrion ekish albatta ona tarafidan, keyin embrion tarafidan embrion sog'lommidi? Uni o'sha 23 juft xromosomasi to'liqmidi? U Down emasmidi? Shuni tekshirish kerak. Ko'plar tekshirmaydi. Bo'ldi, ekib tashlaylar deydi. Biz aytamizki, "Hey, keling, bitta qilini olaylik, bu embrion o'sha idishida turadi. Qilini tekshiraylik." Bu hech qanaqa zarar, bularda takonomiya apparatlari bor. Bizda maxsus avtomatizirованный apparatlar.
embrion qiynalmasin deb shunaqa apparatlar. Hozirgi zamon talablariga javob beradigan apparatlarning barchasi va bor. uchinchi taraf erkaklar, erkakki urug'i yaxshi bo'lganmi, boshi, tana, bo'yni, dumi, spermatozoidi sog'lom bo'lganmi, u sog'lom embrion shakllantira olganmi? Mana shu 3 ta faktorni ko'rib chiqib, nima uchun muvaffaqiyatsiz bo'ldi? Bizda ilmiy ish o'tyapti hozir. Savollarimiz ko'p, ammo qo'ng'iroqlarimiz ham bor. Keling, hozir shu qo'ng'iroqni qabul qilsak. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Biz sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring. Bizlar mana shu Shahnozaxon singlimizni qizimizga murojaat qilib, Narpay tumanidan, Samarqand viloyati Narpay tumanidan bir jigarimizni olib kelib, tabrik o'sha yerda davolatib, shularni davolagandan keyin farzandli bo'ldi. Bular juda minnatdor bo'ldi. Shunga hozir eshitishlaringizni ko'rib, mana Shahnozaxonni 8-mart bayrami bilan tabriklab, xalqimizga shunchalik xursandchilik, yaxshi nimalarni nima qilayotganiga bir tabriklab qo'ydim. Faqat Shahnozaxonni tabriklaysizmi? Bizchi? Ya Shahnozaxonni o'sha Shahnozaxonni korxonasini o'sha davolaydigan mana shu anaqasini va sizga turgan barchalaringizni. Rahmat, rahmat. Shahnozaxon omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Xalqimizni oilasiga shu mana shunchalik xursandchilik bag'ishlayapti, shu qizimizga umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat, rahmat aytganingiz. Bo'lamiz. Yana ular ham o'zlari kelib bir oldilariga kelib ketmoqchi. Chaqaloqni o'zi mana bir ozgina katta bo'lsin dedi, ko'rsatib ketishga keladi xudo xolasa. Rahmat, rahmat. Rahmat, tabriklar uchun, iliq tilaklar uchun. Haqiqatdan ham bugungi ko'rsatuvimiz juda bayramona kayfiyatda o'tyapti. Sezayotgan bo'lsangiz. Kutilmaganda, ovozlarni tanigandek bo'lyapman. Juda yaxshi. Qo'ng'iroq uchun rahmat. Biz esa savollarda davom etamiz. Follikula yorilmasligi qaysi gormon bilan bog'liq degan savol. Follikul pishiruvchi gormon bilan u qon miqdorida past bo'lsa, albatta biz o'sha gormonni o'rin qilib beramiz. Hozirgi farmatsevtik lineyka juda keng. O'zbekistonda shunaqa zo'r sharoitlar, narxlarni zo'r qilib berdi davlatimiz. Men davlatimiz mana minnatdorchilik bildirishim kerak. Aholi uchun dostupniy bo'lish uchun narxlarni ham ko'rib chiqildi. Bemorlarimiz maza qilib mana hozir oxirgi islohotlar 2,5 oy ichida shunaqa chiroyli qulayliklar tug'dirib berdi. Bemorlarimiz o'sha dorilarni olib, gormonini to'ldirib, o'sha ovulyatsiyaga olib keltiryapti. Ko'p oilalar chet elga ham, chet el doktorlariga ham, shifokorlarga ham murojaat qilishadi. Bugungi kunda bu qanchalik to'g'ri yoki balki shart emasdir, balki hali xalqimiz bu haqida bilmas. Bizda ham aynan shu soha, reproduktologiya sohasi kerakli darajada rivojlanganini bilmas. Shu insonlarga nima deb maslahat bergan bo'lardingiz? Albatta, men maslahat beraman. Biz ham o'z ustimizda ishlashimiz kerak. O'sha aholi bizga ishonch bildirish uchun ularga zo'r natijalar berishimiz kerak. Ularga o'sha shoshilinch natijaga erishmas, balki qadam-qadam, sekin-sekin, lekin natija bilan chiqib ketsin. O'sha inson farzand bilan bolasini bag'riga bosib chiqib ketsin deyman. Shoshilib pisharlik bizning ishimizga to'g'ri kelmaydi. Hamma narsani o'sha tosh taroziga tashab, o'sha bemor o'rniga o'zimizni qo'yib ko'rishimiz kerak. Men uni o'rnida bo'lsam, hamma narsaga tayyor bo'lardim. Men nima qilardim? Kimni topardim? Eng tajribali mutaxassis va eng aqlli. Hozir o'zini ijtimoiy tarmoqda ko'rsatgan mutaxassis emas, o'shaning aqliga, u bilan chetda qanaqa o'qiyapti, malakani oshiryaptimi yoki bitta joyda o'tirib qoldimi bu mutaxassis, oldingi sxema bo'yicha ishlayaptimi, o'sha jahon standartlariga asosan qo'llamalarni beryaptimi, shunga qarab harakat qilish kerak va aholimizga albatta O'zbekistonda meditsina zo'r. Biz eng kuchli apparatlarni olib kelyapmiz sizlar uchun. Ha, shifokorlar ham juda malakali, buni ham aytib o'tish kerak. Keyingi savolimiz, juda ko'p asabiylashyapman. Ba'zi gormonlarim yuqori, ba'zilari past chiqadi. Bu bepushtlikka sabab bo'lishi mumkinmi debdilar. Bu savol mana Abrxon Baxtiyorga beraylik, chunki bularga jig'ibirron erkaklar kirib keladi. Ish ko'p, javobgarligi ko'p, urug' tahliliga qarashga vaqt yo'q. Men shifokorlarga hadeb qatnolmayman deb gapni boshlaydigan. Uchinchisi turmayman deydi. Bitta gap bilan tinchlantirib qo'yalik. Nima qilasiz deyman. Xonada qanaqadir ham suhbatlar o'tkazilib, psixologik yordam beradi. Eshitamiz, qanday suhbatlar o'tkazasiz? Savol uchun rahmat. Albattaki stress bu nafaqat erkaklarimizni, ayollarimizning ham katta juda ahamiyatga ega. Stress ko'p gormonlarni oshirishi mumkin. Bu sababli mana bizning erkaklarimizda eng bizga kerakli urug'larimizga ta'sir qilib qolishi mumkin. Buni biz har doimki tushuntiramiz. Vaqtida uxlash kerak, stress kamaytirish kerak.
lekin bu ko'p oqibatlarga olib keladigan narsa. Bu xuddichi oddiy maslahatga o'xshaydi. Vaqtida uxlashingiz kerak yoki bo'lmasam stressni lekin shularga bir olib keladigan bir sabablarni aytasizmi? Qanday qilib shunga erishsa bo'ladi? Qanchalik jiddiy muammo ekanini qanday yetkazasiz bemorlarga bu? Buni yetkazamiz qanaqa? Men ozgina podдержка qilib yuboring shogirdlarimni. Biz albatta bemorga men soat chizaman. Soatda diagramma qilib tashlayman. Aytamanki, mana hayotingizda ishxona hozir 80% egallayapti. Demak, stress beruvchi holat sizning hayotingizda 80%. Siz unga diagrammada birdan to'rini berasiz. Demak, birdan to'rini oilaga berasiz, birdan to'rini sportga berasiz, birdan to'rini damga berasiz. Endi dam degan joyda yotishmas, telefonni kovlab, siz dam olayotganda teatrga borasiz, madaniy hordiq chiqarish kerak. Biron bir chiroyli manzaralarni ko'rasiz, parkda dam olasiz yoki qanaqadir o'zingizga yaxshi ko'rgan hobbingiz bilan shug'ullanasiz. Yoki sayohatga ketasiz. Albatta, bu diagrammani birga to'ldiramiz. O'tirib olib, bir oy qilib birga to'ldiramiz. Agarda toksik odam hayotingizda bo'lsa, aytaylik, sizni har doim siqadigan, nerv tolalaringizni qo'zg'atadigan yoki sizga har doim san yomonsan, san tug'olmayapsan desa, u inson bilan sizni muloqotingizni minimumga chiqazing. Lekin sizga pozitiv energiya berayotgan insonlar, singiljoningiz, opajoningiz, o'rtoqjoningiz, turmush o'rtog'ingiz, u bilan suhbatingizni maksimumga chiqazing deyman. Shu diagrammani chizgandan keyin uy vazifasi bo'ladi. Uy vazifasida aytamanki, endi to'ldirib kelasiz. Kimdir gulchilik tanlaydi, kimdir to'qish tanlaydi, kimdir yogani tanlaydi, erkaklar suzish yoki sport muassasasiga qatnash, choyxona degan joylarni kamaytiramiz. Chunki o'tirib ovqatlanish ortiqcha vazn beradi. Shu jarayonda biz stressdan chiqib ketishni o'rgatamiz. Lekin erinmaymiz. Mana Abrxon Baxtiyorov hozir albatta anaqa qanday aqlli nimani versiyasini anaqa qildilar, lekin oddiy qilib aytganda ular juda to'g'ri yetkaza oladilar. O'rgatamiz ularni. Bular har doim o'sha bemor bularga do'st bo'lib qoladi-da, o'sha telefonlari tinmaydi. Bizda yana qo'ng'iroq bor, aziz tomoshabinlar. Biz uni qabul qilishga tayyormiz. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Xasta bo'lmang dasturi. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum, men Farg'onadanman. Qayerdan? Farg'onadan. Farg'onadan. Ismingiz? Oila qurganimizga 8 yil bo'lyapti. Qarindoshnikka, xola-bug'ularga turmushga chiqqanman. Homilam 6 oylikda yog'ib o'tmayapti. Shunga qanaqa qilib bir sog'lom farzandli bo'lish imkoni bormi endi? Demak, 8 yildan beri befarzandsiz. To'g'ri tushundimmi? Ha, farzand asrab olganmiz. Xolangizni o'g'illariga turmushga chiqqansiz. Savolni tushundik. Hozir endi biz javob berishga harakat qilamiz, Shahriston. Mana biz bu narsani juda ko'p gapirib o'tiramiz. Rahmat bu temani ko'targanlarga. Afsuski bizning aholimizda hanuzgacha qarindosh urug'chilik orasidagi turmushlar uchrab turadi, lekin davlat bu bilan juda ham jiddiy ishlarni boshladi va hattoki zakonda o'zgarishlar kirgiziladi degan fikrlar bor. Qarindosh urug'dagi turmushni to'xtatishimiz kerak. To'xtatishimiz kerak. Chunki mana hozir Xonzoda Ulug'bekovna qanaqa genetik operatsiyalar bo'lishi mumkin, qanaqa genetik kasalliklar bo'lishi mumkin. Nafaqat bola bo'lish, bola tushish, bola besplodiya. Qancha ayollar bizga keladi, bo'lyapti, tushyapti, bo'lyapti, nogiron tug'ilyapti. Shu haqida Xonzoda Ulug'bekovna genetik sifatida, embriolog sifatida o'z fikrlarini bildirsalar, maqsadga muvofiq ish bo'lardi. Avvalambor assalomu alaykum. Savol uchun rahmat. Bu O'zbekistonda dolzarb mavzu hisoblanadi. Uni klinikamizda ham yaqin orada shunaqa qarindosh bo'lib kelgan oilalarda yordam berishga harakat qilyapmiz. Biz asosan embriologiya bo'yicha bularga maslahat beramiz. Genetik tekshiruv, ya'ni NGS usuli bilan olib kelgan embrionlarimizni ma'lum bir parcha olib genetik laboratoriyaga yuborish, ya'ni ularning genetik fonini tekshirib, sog'lom embrionni ularga matkaga qo'yish usulini maslahat beramiz. Chunki bunaqa mana kasallarda, xastalarda uchraydiki, что ko'p bola tushadi yoki noma'lum ikkita tomonlama sog'lom bo'lishi mumkin. No genetikasi bir-biriga juda yaqin bo'lgani uchun ularda nesovmestimость va muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz shu biopsiya usulini maslahat beramiz va o'z laboratoriyamizda qo'llaymiz.
Javob uchun rahmat. Menimcha teletomoshabinimiz ham hozir o'z savollariga chunki bolada kerakli shans javob bo'lishi oldilar. kerakda. Aytaylik, bitta genetik sinish, bitta xromosomada o'sha naslda erda ham, xotinda ham bitta genda bor. Agarda bu bola onani siniq genini olib, otani sog'lom genini olsa, bular begona bo'lsa, bu bola sog'lom dunyoga kela olardi. Lekin bu o'sha 14-onani ham nosog'lomini oladi, otani ham nosog'lom. Demak, bolada sog'lom shakllanish shansi yo'q. Bironta gen dominanta bo'lib chiqib keta olmayapti. Shuni aholimiz tushunsa, o'sha qarindoshga qizimni uzataman, men o'g'limni mana shu qizga mani ko'zimni ostida olib qo'yganman. O'zim bilaman, o'zim ko'zim oldida katta bo'lgan degan gaplar yoki boylik o'zimda qoladi. Shu sinimni bolasini olaman degan gaplar qolmaydi. Chunki biza miyasiz bolalarni yoki belida grijali bolalarni, umuman nogiron, yuragi o'sha klapanli tizimi umuman shakllanmagan bolalarni ko'zimiz bilan biza ko'ramiz va aholiga aytamiz. Qarindosh urug' orasidagi turmushlarga chek qo'yaylik. To'xtataylik, o'ylamaylik. Buvijonlar, bobojonlarni endi quloq solmaylik. Bo'ldi, o'zimiz hal qilaylik. Bu narsani kichkinaligidan oilaga singdirib boraylik. San qarindoshga chiqmaysan. San ko'zingni ostiga olmagan anu qarindoshimni. Uylantirmayman unga. Shuni qulog'i bilan, ikki qulog'i bilan eshitsa bola hayotda bunaqa ошибка qilmaydi. Mana biroz avval nesovmestimость dedilar, ya'ni ikki insonning, erkak va ayolning bir-biriga to'g'ri kelmasligi. Bu faqat qarindoshchilikda uchramaydi bugungi kunda, Shahnoza opa, begona, yetar begonalarda ham uchraydi. Bunga sabab nima bo'ladi? Shu haqda ham aytib bersangiz qiziq bo'lardi menimcha. Izofermentni nesovmestimость degan oldingi bizda aytaylik ekodan oldin agarda oilada 1 yil farzand bo'lmasa, biz ularni shilliqligini erkakning urug'i bilan ayol bachadon bo'ynidan olingan shilliqni birlashtirardik. Va birlashtirganda o'sha urug'lar shilliqdan o'ta olmaydi. Oddiy muhitda yugurib yuribdi, girdu kapalik bo'lib, lekin ayolning muhitidan o'ta olmayapti. Biz nima qilamiz? O'sha sabab nima bo'ladi shunga? Sababi bo'ladi o'sha shilliqning zichligi balandligi, yallig'lanish faktorlari borligi, ma'lum bir fermentlarni yig'indisi. Lekin buni yengisa bo'ladi. Bular bizga berib turgan kateterlar bilan bular urug'ni tozalab, eng faolini bizga terib berishadi. Shu shilliqdan tunnelda o'tkazib beramiz va bachondon ichiga eng sog'lom urug'larni yuboramiz, ayol homilador bo'ladilar. Bu rezus konfliktni nesovmestimость, bu boshqa tashxis. Ayolda rezus minus bo'lsa, o'zini plus erini qoniga bo'lgan bolajon kirib kelyapti va shu plusga ayol konflikt beradi. Lekin bizda gemostaziolog shtatimiz bor. Buni ham muvaffaqiyatli yengib, ayolni homila paytida yordam berib, hozirgi paytda 28 haftada dori qilsangiz, umuman boshqa homilalarda bu konflikt bo'lmaydi. Shularni ham tavsiya beramiz. Juda yaxshi, rahmat javob uchun. Miomam bor, eko qildirsam bo'ladimi deb savol berdi. Bu savolni Milan Dmitrievna bizda qo'ng'iroq bor. Bu savolni hozir birozdan avval javobini olamiz va biz tayyormiz javob berishga. Assalomu alaykum. Allo. Allo. Labbay, assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Allo. Biz sizni eshityapmiz. Menimcha televizor oldingizda baland turibdi, shuning uchun ovozni o'chirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Allo. Ha, biz sizni eshityapmiz. Jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Televizordan uzoqlashing, faqat bo'lmasam bu salbiy ta'sir ko'rsatadi bizning suhbatga. Aha, uzoqlashdim. Men Sirdaryo viloyatidanman, ismim Gafur. Yoshim 30da. Farzandsizman, 10 yil bo'ldi. Ya'ni farzandsizligingizga 10 yil bo'ldi, to'g'rimi? Ha, 10 yil bo'ldi. Toshkentda eko qildirdim, o'xshamadi. 3 yil oldin. Endi yaqinda Turkiyaga bordim. Turkiyada eko qildirmoqchi bo'lsam, yoqdan meni отказ berdi. Sababi nima bo'ldi bunga? Folikula, bitta folikulangiz bor deyishdi menga. Sizda eko qilib bo'lmaydi deyishdi. Men endi shu Shahnoza opaga savol bermoqchiman. Menda eko orqali farzandlik bo'lsam bo'ladimi agar sizga borsam demoqchi edim. Savol uchun rahmat.
javob berishga harakat Yoshlari qilamiz. 37 da, to'g'ri tushundimmi? 10 yildan beri befarzand ekanlar, va yoshlari 30 da boshqa ekan. davlatda ularga follikulin yetarli emas deb Yo'q, 3 yil avval o'zimizda ham qildirgan Qildi. ekanlar, bo'lmagan ekan. Aha. Keyin chet elga borganlarida Aha. u yerda follikulin bir dona, shuning uchun senda ep o'xshamaydi deydi. Tushunarli. Demak, mana shu yuqorida siz bilan birga taqdim etgan metodikamiz bunaqa ayollarga yordam beradi. Yoshlari hali yosh ekanlar. Mana Kawamura Kazuhiro domlam aytadilarki 37, 38, 39 yashar ayollarni tug'dira olasan. Chunki o'sha 43 yoshda ham 3 ta o'g'il uchta farzand o'g'il dunyoga kelgan ayol. Endi bu Allohning bir ne'matlari deyman. Men har doim Albatta, Alloh albatta. yordami bizga faqat Insonlar kichkinagina sababchi. sababchi. O'sha ayol kesinlar, men o'zim yordam berishga harakat qilaman va o'sha Kawamura metodikasini qo'llaymiz. Kawamura metodikasida o'sha bittagina dona follikulni 2,5, 3, 4 haftada follikullarni sonini ultratovush tekshiruvi qilamiz operatsiyadan keyin bir tarafdan 2 ta, bir tarafdan yana ham 2 ta va qarabsizki banking uslubini qo'llasa bo'ladi. Banking bu yagona yoki bir tarafdan 2 ta, ikki tarafdan 2 ta pishgan follikullarni yig'ib kollekt qilib bankka tashab, o'sha hujayralar bankiga tashab, homilaga aylantirish uslubi. Ularga albatta shu uslub yordam beradi degan umiddaman va Menimcha hozir juda xursand bo'ldilar javobingizni eshitib va albatta sizga murojaat qiladilar. Demak, boyagi savolga qaytadigan bo'lsak, miomam bor, eko qildirsam bo'ladimi debdilar Milana? Albatta bo'ladi. Shunaqa случайda biz nima qilamiz? Qo'shida biz tuxum hujayra olamiz, urug'lantirish qilamiz, embrionchiklar chiqadi. Shu embrionchiklarni muzlatamiz. Keyin biz bachadon taylaymiz. Bachadon taylaymiz. Kerak bo'lsa konservativ davolash bilan, kerak bo'lsa operativ davolash bo'lsa. То есть bachadon polisi biz top-toza qilamiz. Keyin toza sog'lom bachadon ichiga biz embrion solamiz. Tushunarli. Demak, buni ham iloji bor. uslublar bor. Bachadon ham saqlanadi va bachadondan miomani xolis qilamiz. Va top-toza o'sha uychaga sog'lom bizani yaxshi ko'rgan bog'chapalardan olgan bolani solib qo'yamiz. Juda yaxshi. Keyingi savol, juda ko'p asabiy, buni bergandim. Nima uchun bachadon devori qalinlashadi? Shu sababli farzandli bo'la olmayapman degan savol. Bachadon devori qalinlashadi, giperplaziya haqida so'z yuritilyapti. Bu giperestrogenemiya, qonda estrogenlar ko'p bo'lsa, ular zarbasini yoki ko'krakka qarab otadi, nishonini, yoki bachadonga qarab. Buning uchun nima qilish kerak? Qon tarkibidagi o'sha ko'p estrogenlarni normaga tushirib beradigan dori ostiga olish kerak. Burunga sepadigan formasi bor, gel formasi bor, uni tabletka, ukol formasi bor. Hamma aytadiki, hozir gormon beradi-yu, men semirib ketaman. Yo'q, hozir shunaqa zamonaviy metodikalar bor. Ha, shu haqida ko'proq ma'lumot bering, chunki ko'p ayollar xatoga yo'l qo'yadiki, gormon olsam demak semiraman deydi. Aslida esa ayol kishiga to'g'ri keladigan gormon tanlab berilsa, vazniga hech qanday ta'sir o'tkazmaydi. Tushunishim bo'yicha. Men aytmoqchiman, men o'ylaysizlar, biz hech qanaqa gormon iste'mol qilmaymiz ham. Biz ham hayot manbaida o'zimizni xastalik, men Milana Dmitryevnaga murojaat, ular menga murojaat qilib, bir-birimizga aytaylik, mana qizlar menga murojaat, Aburxon Baxtiyorovichga murojaat qilamiz. Bir-birimizga ham shu dorilarni yozamiz. Biz bilamizki, bu gormonlarning me'yori bor va qoningizga qarab tanlashi bor. Va eng asosiysi shifokor maslahatsiz bu ishlarni qilish kerak emas. Birinchi navbatda shifokor qabuliga yozilish kerak. Albatta, va uni o'zingizni individual tanlov qilish kerak. Sizni qoningizga qarab tanlov qilish kerak. Opam 32 yoshdalar, turmush qurganlarga 3 yil bo'ldi, hali ham farzand yo'q. Shifokorlar bachadon bo'yni qiyshiq deyishyapti. Farzand ko'rishlari mumkinmi? Milana Dmitryevna, bu savolga javob bering. Это они имеют в виду, наверное, гиперантифлексию матки, ретрофлексия. Вот этот момент мы должны раскрыть. Шеечный бесплодие degani narsa bor, to'g'ri. Qachon sheyishniy sliz spermatozoidlarga agressiv. Qarshilik qiladi. Da, qarshilik qiladi. Bizda современный metodikalar bor. Biz inseminatsiya qilamiz shunaqa случайda. Qachon bu o'zi inseminatsiya nima? Bu u ham tabiiy yo'l. Biz получается spermani вот такой вот обработанный, активизированный bachadon ichiga primoy solamiz. То есть shu yo'l tozalashtirib, bachadonga yuvorib qo'ysa, o'sha qiyshiqdan o'tishsiz bo'ladi. Plastik maxsus moslama bilan qiyshuv bachadon bo'ynidan o'ta olmayotgan spermatozoid joylashtirsak bo'ladi-yu, deyaptilar. Tushunarli.
savolga javob oldik degan umiddaman. Keyingi savol: 26 yoshdaman, turmush qurganimga 3,5 yil bo'ldi. Xo'jayinimning urug' foizlari me'yorda. Menda bachadon naylari ochiq, lekin follikula yorilmaydi. Gormon bilan follikula yoriladi, homila bo'lmaydi. Nima tavsiya berasiz? Albatta bunaqa ayollarimizga o'sha follikularni yorish vaqti bo'ladi, akno implantatsiya payti, yorish vaqtini to'g'ri tanlash. Chunki agarda hajmga mana tarvuz tirsillab yetilib turmasa, bunda pichoq tig'asi tirs deb ochilib ketadi-yu, follikula ham shuni talab qiladi. Uni 16-14 millimetrda yora olmaysizlar. Mutaxassislar ozgina bunday qaradi, bo'ldi, mana bu dorini olgin yaxshi bo'ladi. Lekin shuni ham hamma narsasiga juda ham sinchiklov bilan qarasak va ayolni gormoni bo'yicha o'sha dori beradigan paytni ham aniqlasak, o'zi bor yo'g'i 136 soat. U qanday aniqlanadi? Uni faqatgina qon tarkibida ayolga men aytaman, har kun topshirasan deyman. O'sha progesteron miqdori, LG miqdori, FSG miqdori, shunga qarab, bitta o'zidagi qarab dori yozib yorishadi. Bu noto'g'ri. Bitta o'zidagi bitta protokolingiz o'ziga qarab ishlamadimi? Ikkinchi protokolga gormon tahlilini, dinamikasini ham tekshiring. Buni mana aytganingizdek, chet eldagi hozirgi berayotgan andozalar. Oldingi protokol bilan ishlaydigan mutaxassis ko'p anaqaga erishmaydi. Chunki yangi dorilar chiqib ketdi, yangi uslublar, eski doriga ta'subchan yo'q odamlarda. Tushunarli. Bizda yana qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birinchi iltimosimiz albatta televizor ovozini o'chirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'pmi? Kelishdikmi? O'chirdik. Juda yaxshi. Endi savolingizni bersangiz bo'ladi, o'zingizni tanishtiring, marhamat. Assalomu alaykum Shahnozaxon. Avvalambor bayramlaring bilan kelayotgan. Men Farg'ona viloyati Beshariq tumanidanman. Meni qizim 12 yoshga to'ldi o'g'lim. Mana 2 martadan turba naylarni ochqizdirdik, lekin iloji bo'lmayapti. Shuncha davolanishga qaramay bo'yda bo'lmayapti. Eri ham, o'zi ham davolandi. Shunga sizdan so'ramoqchimiz. Nima maslahat berasiz? Oldingizga bormoqchimiz. Demak, hozir qisqacha maslahat berasiz va albatta keyin qabulingizga kelishadi. Rahmat savol uchun. Albatta, agarda mana 2 yildan beri muvaffaqiyatsiz davolashlar ketyapti va oilada natija yo'qmi, eko qilgan ma'qul. Chunki bu metodika dunyoda aynan konservativ yo'llari yordam bermagan holatda ekoni taklif qiladigan atamalarimiz bor. Nima uchun? Demak, o'sha naylarni ichini ochdinglar, lekin ichida kipriklar ishlamayapti. O'sha ikkita kletkani bir-biriga olib keladigan kipriklar, mertsatelniy resnichkalar yo'q. Demak, sizlar murojaat qilinglar. Albatta, eko metodikasi hali yosh ekanlar yordam beradi va bitta emas, bir nechta bola sodir qilib, bir nechta bolani eksa bo'ladi. Tushunarli. Demak, savollarga javob oldilar degan umiddamiz va biz chatimizga kelgan savol bittasini o'qib eshittiramiz yana. Qizimda erta tuxumdon yetishmasligi tashxisi qo'yildi. Bu nima degani? Bu holat bepushtlikni keltirib chiqarishi mumkinmi? Manimcha детская matka deyishardi avvallar buni. Яичниковая недостаточность haqida so'z yuritilyapti. Bu o'sha tuxumdon yetishmovchiligi, gipergonadotrop, gipogonadotrop holatlarini biz qon tarkibidagi gormonda aniqlashimiz kerak. U me'yordan juda balandmi yo juda pastmi? Uni gipofiz bera olmayaptimi yoki tuxum o'zlashtira olmayaptimi? Unga baho bergandan keyin hattoki hozirgi paytda vrajdo'niy dizgini tuxumdonsiz dunyoga kelgan ayolga ham yordam bersa bo'ladi. Rahmat javob uchun. Aziz teletomoshabinlar, bizda hozir qisqa reklama va albatta studiyaga keyin qaytamiz. ikki ming to'rtinchi yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan doktor Shahnoza Fayz klinikasi erkak va ayollar bepushtligini davolashga Dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti, ammo men bitta savol berishga yana vaqtim bor. Aburxon aka, sizga bugungi kunda aynan erkaklar ko'proq qanday urologik muammolar bilan murojaat qilishyapti va qanday yechim taklif qilyapsiz ularga? Hozirgi paytda ko'p kasalliklar bilan murojaat qilishadi. Birinchi o'rinda bizning klinikamiz shu bilan shug'ullanadi. Bu bepushtlik bo'yicha. Hozirgi paytda ikkinchi o'rinda bu erkaklarning o'zini muammosi, hayotiy muammosi,
farzand ko'rish birinchi erkaklik salomatligi, to есть kuchi o'ylangandan keyin qanaqa o'zini tutish, shunaqa maslahatlarga ham kelishadi. Hozirgi paytda aholi o'zi ancha o'rgatdi, biza Shahnoz Fayzullayev bilan ko'p yetkazdi. To'ydan ham oldin kelib, o'zligini ko'rsatib ketishadi tekshiruvlardan o'tib. Demak, eng asosiy tavsiyangiz bu o'z vaqtida tekshiruvlarni kanda qilmasdan shifokorlarga murojaat qilish kerak, to'g'rimi? Rahmat javob uchun. Aziz teletomoshabinlar, siz Xasta bo'lmang dasturini tomosha qilyapsiz. Shahnoz opa, avvalambor bayram arafasida vaqtingiz tig'iz bo'lishiga qaramasdan studiyamizga, ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun rahmat, tavsiyalaringiz uchun rahmat, jamoaga katta rahmat va sizdan albatta ayollarimizga, qizlarimizga chiroyli tilaklaringizni bildirsangiz, menimcha men ham teletomoshabinlar xursand bo'lardi. Patakon, rahmat, juda ham chiroyli studiya, chiroyli kayfiyat. Ayollarimizga faqatgina tilagim doim xursand bo'lib yurishsin. Uylarida o'sha farzandni ovozi eshitilib tursin. Har doim ularni xushnud qiladigan turmush o'rtoqlari yonlarida girdi kapalak bo'lib yursin. Tilaklar uchun rahmat. Barchangizga yana bir bora tashakkur. Aziz teletomoshabinlar, siz Xasta bo'lmang dasturini tomosha qildingiz. Ayollarimizni, qizlarimizni yana bir bora shunday chiroyli, shunday go'zal ayyom bilan muborakbod etamiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.